odamni zodi nima bunchalar o'zgartib etalaydi? Tiyubqa tashbaq ko'tarib kepti. Anlığa odam sarang deb qiladi. Qanchalik insonparvar bo'lsangiz, xalqning og'zida shunchalik sarangga yaqin bo'lasiz. Allah shifoliq bersin, jonivor. Men Yunus apandini chaqirib kirayamsa. La ilahe illallah. Kiras yarısını tazlap oldu. Bunu nima qilsiz? Bo'ynida qurt bor ekan, to'q biri kesib elib yetibdi. Qanday qilib kep qoldi bilmayman. Ammo bizning bog'chada buni ko'rgandim. Dadam qo'lda pichoqni tutib saqlab o'tiradi. Onam bilan ishkimiz hayron qolgan to'q. Ha, shundaqdek qiladi. Hozirgi jahonda odamlar hayvon bilan emas, insonlar bilan mukor bo'lmayotidi. Qutulib qolgandan keyin menga bu yer kep qolgan gap. Yaxshi, bu yaxshi. Texi suradigan nurg'un saltanati bor uning. Aslida biz o'zimizdan ansirsak bo'ladi. Bularmi og'riydi albatta. Buningmi jini bor tursa? Ba albatta ba. Jon badan nima bilsin? Hayvon bo'lamdi, odam bo'lamdi o'xshash. Jonning turi bo'lamdi. Jon birdir. Hammaga o'xshash. Bu taşbaqa g'oyib bo'lgan. Nereden topdinglar buni? Toshbaqini Yunus apandi deb kepti shoyxim. Qaysi o'zini bilmaydigan qipti? Balalar uni tosh etib chanlab o'ynabdi, ustoz. Yunus apandi qo'lida ko'tarib kepti. Ha, bo'pti. Bolalar bo'p qolmagan bo'lsa, 40 dərə cəzası var deyə ulanı. Bu qeyri nima deydiğandı deb qalğansılar. Əlbəttə, məhkəmədə taşbaqa urğanğa cəza yox. Amma canğı can eliş var. Bu mu bir can? Qazi apandi xabar qildi deb uni yorib etib tashlab qo'yg'ili bo'lmaydi-da. Qazi bilmasimi, farq qilmagan bo'lsa-mu, u bir jonning egisi. Undaqda u mu yorlanadi? Jon bir bo'lgandan keyin joniga zulm qilganga qazi 40 dərə jazo berish kerakdir. Saljuqining idorasi ko'chalarni tozalashga qodir emasmikan, ha? Otqidek nima jiq tashgan o? Demak, qozi ko'chalarni aylanishga ko'p vaqt ajratmabdi. Ko'ch-ko'ylarda aylanib yurib, tashqi putlashgan bo'lsa, ondan tozaldatdi.
Bu qeri nima deydigando deb qolgansizlar. Albatta, mahkamada tashbaqa urganga jazo yo'q. Ammo jonga jon elish bor. Bumi bir jon. Qozi apandi xabar qildi deb uni yorib etib tashlab qo'yg'ili bo'lmaydi-da. Qozi bilmasimi, farq qilolmagan bo'lsa-mu, u bir jonning egasi. Jon bir bo'lgandan keyin jonga zulm qilganga qozi 40 daraja jazo berish kerakdir. La ilahe illallah. Rabning güzel süpetleri bardır. Bağı bostanlarda iznası bardır. Men digellerinin o derdi bardır. Gariplikte moğlunup ötme bulbul. Şundaq güzel sayravatıdı. Ama dert elemlik. Hamma odam bulbulning sayrashini güzel deydi o. Ammo sen dert elemlik deysen. Nemishqa dertlik bo'lsin? Balki ovozining güzelligi dertlik bo'lganligidandir. Bulbul hayvonlarning shoiridir. Haqiqatni so'zligini uchun ovozi soz. Uning ovozini anglagan mayli kafir bo'lsin, mayli butparast bo'lsin, mayli musulmon bo'lsin, mayli etizdiki dehqon, mayli to'gi yetligan karvon, mayli taxtda o'ltirgan sulton. Bilmasimi tilini bulbulning haqiqatni so'zlayotganini his qila oladi. Bulbulning ovozi go'zal, ko'ngli muhabbat bilan to'lgan har qanday odamga bulbulning ovozi chiroyli anglanadi. Güzellikning sababi haqiqatni so'zlaganligi. Xuddi bulbulga o'xshaydigan butun shoirlarmi do'stlar bog'chisining bulbulidir. Bizga haqiqatga da'vat qiladigan qo'pol ovoz emas, balki haqni so'zlaydigan bulbullar kerak. Aramızdan bulbul kabi biri chiqqay. Haqiqatni so'z qilg'ay. Ham sharqqa, ham g'arbga, ham shimolga, ham janubga. Ma'nilik sukutlari bilan haqiqatni so'zlagay. Ana shu vaqtda so'z to'mir bo'lsa-mu, oltinga aylanadi. Haqiqat gap qilayotganda manlik sukut qiladi.
Her davrning asmosi shu davrni asos qilib turib tajalli bo'ladi. Kimlar davr bo'lib faylasuf bo'ldi? Kimlar davr bo'lib kalomchilarga vasila bo'ldi? So'z bilan tabliq eng tez. So'zning ta'siri otgan o'qqa o'xshaydi. Asrdan asrga qoladi. Tillarda daston bo'ladi. Ko'ngillarda she'r. Hamma kishi oradan chiqsa-mu, haqiqat yanala maydonda qoladi. Bulbul ovozning sohibimidi. Naq uning aksi qilib qoldi. Haqiqat keldi. Bulbulning eg'izidan chiqiyverdi. Bu bulbulga sharaf keltirdi. Bo'lmasa bulbulni kim biladi, kim taniydi? Haqiqatni ko'rgan bulbulni shoxti ko'rsa tosh etib qo'g'laydi. Ammo ovozini anglamaychi deb hech kim quliqini kesmaydi. O bulbul nereden bilsin? Ovozini padişah tanışamdı, gadaymo, zahid tanışamdı, sopumu, sahralık tanışamdı, şehirlik mu? Mening bir niyetim bor sulton singlim. Shayximga aytmoqchiman. Ammo shayximga ig'iz ichishdan burun sizning bilib qilishingizni xohladim. Allohning bildig'ini yushirolmayman. Sizga bo'lgan ko'nglimni shayximga izhor qilmoqchiman. Agar munosib ko'rsa. Siz avar bo'lmang. Men ko'tirishib beray.
Shayximiz bizni bu yerga nima deb chaqirdi, pirdoshlar? Biladiganlar bormi? Bilmeymen ağa. Kasım Allah hemminglar salonga yig'ilinglar dedi. Shuni bilmen. Kimlar yo'q birdosh? Minbarchi ishga ketgan. Gökmen tunugin itisiga ketgan tek kammidi. Nega borimiz Qosim mollam? Bilginglar bo'lsa, topshirgan ishni qanday qilsam yaxshi o'rindayman. Shuni boshda yaxshi bilinglar. Assalomu alaykum azizlar. Va alaykum assalom shayxim. Yunus chiqdimi? Hozir tek baldur shayxim. Kun yana azroq o'rlagan degan chiqdi shayxim. Balkim hujursida bordi. Men hujursiga kirib qarab baqay shayxim. Hujursiz yo'qkan shayxim. Tulum yo'qturdi. Qarg'anni bugun baldur chiqib ketgan o'xshaydi. Tavhid kalimasining ma'nosi nima? Miklal Tiyib efendi Sirsalda dediki, bu savolning javobini bilgan bo'lsa, Nallıxonga borgin. Ismim Artin. Kimki menga tavhid kalimasining ma'nosini to'liq tushuntirib bera olsa, musulmon bo'laman. Ammo texi undaq birini uchratganim yo'q. Nallıxonda menga tavhid kalimasining haqiqiy ma'nosini tushuntirib beraligidek birasi yo'qmi? Yaxshimsizlar, Anaxon. Xush bo'ldim, Kiraz. Miklal tag'am tek qaytib kelmadimi? Yo'q, texi servisarda. Qizim, shular bu yerda turib tursin. Qizim darsdan qaytqicha bozorga berib kelay. Bo'ladi, Anaxon. Men Oyisha tikkichining yiniga boraman. Ondan uning bilan Raxtukuniga boramiz. Ma'qula. Men bu darsimga berib kelay. Fatma xonimga deydigan gapingiz bormi? Salom deb qo'ying. Alaykum assalom. Sizlar qilib qilinglar xonlar. Yunus apandi nima ish qilyotidi? Men nima bilaynim ishqotqinni? Bilmayman deysiz, ammo bilgingiz bor. Yana boshlamang bo'ldi. Yunus apandi darvish bo'g'il navoq? Bilmaydigandek gap qilmang. Yomon ishdek gap qilasiz-ku. Darvishlarmi o'ylik o'chaqliq bo'lsa bo'ladi deyaptimsiz? Ha, bo'ldi. Ha, undaqda masala nima? Darvishning ayolning ko'zi yo'lda deydigan gap bor. Darvish degan qopli ketaverdi. Bir yerda uzun turolmaydi.
Estağfurullah. Assalamu alaykum. Va alaykum assalom shayxim. Qandaq ahvolunuz azizim? Himmetingizga ehtiyojimiz var. Başka kamkutimiz yok. Kishi orzu qilgani bo'yicha to'niladi. Biz arpa bug'doyga muhtoj azizim. Himmatningla peshida yurgandek, boshqa dunyo talablaringiz yo'qdek gap qilyapsiz. Yigitlar safardan qaytib keldimi? Yok, qaytib kelmedi. Qaytib kelmesin bo'ldi. Jang tugilsa yana jang boshlanadi. Selçukka dehqon emas, g'ozi kerak. Kerak albatta. Kerak bo'lsin, chunki olpiranlar har tarafda jang qilyotidi. Ammo emgak singdirmagan yurt sening emas. Qilich yurt oladi, ziroat yurt tutadi degan gap bor. Shundoq-ku. Molning egisi bo'lmasa, molga ishlab ter to'kkanning nima foydasi? Albatta shayxim. Biz nodon. Siz bizga haqiqatni bildirmasiniz. Biz nereden bilamiz? Biz haqiqatni qandoq bildiramiz? Bulbulmidiq azizim. Ma'qul emasa Allohga omonat. Estağfurullah. Estağfurullah. Dervişlerini yeni qilib nagman qandı? Men mi bilmeyman. Allah Allah. Biz bu yerga bir siziqsiz ayli, ha? To'qqiz toshni bilamsizlar? Bilimiz. Siz cho'ng odam turibsiz, qanday bilsiz? Cho'ng odamlar o'yin bilmamdi. Elbette biladi, lekin oyun oynamdı. Albatta o'ynaydi. Biz hammamiz bu dunyoda o'yin o'ynayotgandik. İlanla. Bunu sen al. Bunu sen. İlanla. Birinci bulup kim atıdı? Men. To'xtanglar. Sening isming nima? Ali. Ali, sen birinci bulup at. Sizlar arkası turinglar. Qani at Ali. Vay can. Növbet sana geldi. Sen at. Tavhid kelimesinin ma'nosini bilamsizlar? Bilmamsizlar? Musulmon emasmisizlar? Biz elhamdülillah musulmon, ammo Miklal Tevhidni tonamsizlar? Toniymiz albatta. Miklal Tevhid bizning do'stimiz bo'ladi. Sizlar sarda menga kimki sana tavhid kelimesinin haqiqiy ma'nosini deb bera olsa, musulmon bo'lsa, undaqda javobini berib Nallohxondan top degan edi. So'rayman, ammo hech kim bilamadi. Men armenilik pop. Allah birkan. Biz 9 dedikmi? Nima? Bu tavhid kelimesi nimishga uni yetqidakmi? Taptiq amirning dargohiga borgin. Shu yerda javobingni topa olaysan. Çıdımazlık bu. Yanı verem du. Yana o'ynag'anlar bormi? Oynayımız var, oynayımız. Amsi berib tosh tepib kelinglar. Ma'qul, mangayli. Seltanatın bak katlı bir qaziden. Endi ko'chada bolalar bilan to'qqiztash o'ynatib senda.
tavhid kelimesinin ma'nosini bilamsizlar? Ha? Tavhid kelimesinin ma'nosini bilamsizlar deymi? Bilmamsizlar? Undaqda taptiq amrni bilamsizlar? Taptiq amrning dargohi nerede bilamsa? Demek sahip efendini balalanmışı koçuğu taşlap koyuptu. Qaraganda balalar bizden baldır kelip yolunu içip boptu. Balının koluğu taş belsen, taşqı mı atıdı, başqa mı atıdı? Kimlerge yol içiş oyunu bolsa, kimlerge taş itiş oyunudur. Yolunu içiş sünnet, haqiqatning yolu mu? Hem şu. Bu yolun o'ttirsitki to'salg'ularni bilib, yo'lni ichish kerak. Bo'lmasa odamlar putlashib yiqiladi. Qoni vayron bo'lib, chiroylarimi to'p-to'zon bo'lib ketadi. Salam aqsaqal. Men taptiq amrni izlayapman. Uni nemish qizdaysan? Tavhid kelimesinin ma'nosini so'ramoqchi. Taptiq amri bir sahroliq oqsoqol. O'qish yezishni mi bilmaydi? Tavhid kelimesining ma'nosini nereden bilsin? Berib boshqalardan so'ra. Siz mi bir shayxdek tursiz aqsaqal? Biz yaşangan bir odam, shayx mi emas mi bilmaymiz. Undaqda dangaqini sarfsardan keldim. Hamma odamdan so'rdim. Oxirida biri taptiq amrning dargohiga borgin dedi. Borgin emasa. Nerligini bilmayman efendi. Men Nallıxonga natonish. Sarfsardan yeni keldim. Emrim Sultan mahallesi deb so'rasang, hammasi ko'zitib qo'ydi turgan yerini. Bana bering ana. Yo'q qizim, bek ig'ir. Şoň men götürey davatdyman ana. Yo'q qizim, ig'ir bu. Siz ko'taranmaysiz. Qarang Yunus apani kelyapti. Ben götürey anaxon. Allah razı bo'lsin. Yunus apandi. To'limingizda suv tugagan bo'lsa, dargohga qaytaylik. Anaxonmi bozor ekan. Av taraf ketdi. Yine de Yunus'un baken ustas. Bilmayli emasa. Birlikte Bekir xonimizga ketamiz. O'ltirgan o'rninglarning qimmatini bilaladinglarmi, pirdoshlar? Shayx degan maxmal ko'rpada, podsho degan oltin kursida. Albatta inson rohatni xohlaydi. 3 kun maqomida o'ltirgan 3-kuni o'z shariatini ilgari surish uchun tirishidi. 5-kuniga borganda hamma odam uningga qul bo'lib, shariatimga bo'ysunsigan deydi. Hokimiyat ishlari mushundoq bo'ladi. Taxt ishlarini biz bilmaymiz. Xohlasang oltin taxtda o'ltir. Xohlasang bo'rida o'ltir. Vuqush igiz shaq qo'nsimi yanala vuqushdir. Agar har kimni maqomi qutqizgan bo'lsa, u shu maqomini uchirib murodiga yetgan bo'ladi. Bu yo'l hamma odam davogandek undoq oddiy yo'l emas. Bu ya dargoh. Dargohda qizg'anchiqlikning nima o'rni bor? Bu ya degan dargoh
g'ayvat shikoyatga nima o'rin bo'lsin? Gapni ulg'aysak, ishlar shu yergacha boradiki, dargohda odamlarning nima ishi bor deymiz. Xili bilan, guli bilan, ot o'risi bilan dunyo avotdir. Eg'izda shahar oladi, qiyofatidan hamma hayron qoladi. Qo'sig'ida ilmning sunuqi yo'q. Ammo bundaq insonlar irfon o'g'risi. Al qushi eldan elga, gul qushi guldan gulga. U qush yurar xarobalarda. Xaroba degan nima undaqda? Tomlari yiqilgan, jin alvastilar uğulgan yerdir. Tom degan kesakdan qo'piriladi. Kesak bo'lsa, to'pi bilan suvni aralashtirib, loy qilib, ondan quyib, optapda pishirish. İnsan kesakka o'xshaydi. 4 bosqichni tamomlab operaydi bo'lgan. Undaqda dervishlik mushu 4 bosqichni parvish qilib, ziyon zahmatdan saqlab qoladigan yo'ldir. Ta'lim tarbiya bo'lgandilar, ondan inson fitratidagi kamoli maqomlarga ulashadi. Tamlari bitib mukammal bo'ladi. Kim qanchalik qo'pira olsa, uning ayvon sariyi shunchalik hayvat bo'ladi. Pishmaganlar kesak bo'lanmagandek, tovlanmagan inson bo'lolmaydi. Parvishkorimiz so'ri kahbida nimaga buyurdi? Shunda qilib ikkisi yo'lga chiqdi. Bir bozorga kelib, u yerdagi aholidan taom so'radi. Bozordagilar ularning talabini rad qildi. Hatto yetib qo'pqadak biri qo'nalg'imi bermadi. Xizr alayhissalom ko'ydiki bozorning sirtida yiqilay deb qolgan bir tom turg'idek. Shu Allah tomni yo'lab qo'ydi. Musa alayhissalom dediki, xohlasang buning uchun haq olgan bo'lardim. Xizr alayhissalomning maqsadi Musa alayhissalomning kam qolgan bilimlarini mukammallashtirmak edi. Musa alayhissalomning nazriy bilimlarini amaliy reallikdan o'tkazmak edi. Buningdan ko'rib olishga bo'ladiki, ilm o'g'rilarining o'qishga o'xshaydiganligi hammaga ma'lum. Chunki ular tam kesaklari to'liq bitmagan xarobalardir. O'zlarining naqs bo'lishiga qaramay, boshqalarga ilm setish ko'yida o'ziga talib izlaydi. Taliblarning sonini ko'paysam deb talib sanab umri o'tadi. Talibimiz qancha ko'paysa, jannatda bog'chimiz bo'ladi deb o'ylaydi. Shundaqmi deb qo'yayli? Soni qanotlarini kerib ussa, burkutmikin deb qamma. U yanıla kaptar olanmagan sodir. Shundaq bir qush bor, o'zi u yasayamaydi. Boshqa qushlar yasagan uni bulang-talang qiladi. Ballarni elib qochib, o'zida qilib chiqishi uchun top yegizib boqadi. Ammo darvishlar undaq emas. Darvish burkutga o'xshaydi. Ko'kda qanot qoqidi, paq tutib yemaydi. U qishdek xarobalarda sodak boshqalarning ballarini o'g'irlab elib qochib yashamaydi. O'zini azaldilla o'ch qo'sh, boshqalarning o'g'ilgan taplaarining ustiga qo'nmaydi. Pirimiz deydi-ki, darvish bilar darvishning haq yo'l ustida ekanligini. U o'g'ir qush ep qochgan qush ballarining ichida bir tal burkutning balasi bo'lib qolsa,
u hamon cho'ng bo'lsa burkut bo'ladi. Burkut yanada burkutdir. Ruxsatmi shayxim? Bu senmi Yunus? Uxlayolmadingmi? Atganligingiz xayrli bo'lsin shayxim. Vaqtning qay vaqt bo'lganini bilmadim. Kela, o'ltira. Birozdan keyin azon chiqadi. Ruxsat qilsangiz deydigan gapim bor edi shayxim. Degina. O'jiramda zikr qilayotgan edim. Suhbatdan xeyli vaqt o'tgan edi. Bir chaqda o'zimni ko'rdim. O'ngim desammi emasdek, tushim desammi emasdek. Nada eding? Uni degina. Dargohda edim. Mushiyada. O yerda zikr qilayotgan edim. Yenimda bir sap bor. Men sapning beshida edim. Yana tilimda zikr qilayotgan edim. Zikr qilib qanchalik vaqt o'tdi bilmayman. Bir chaqda qarasam, yenimda sapda turganlar uxlab qopti. Men zikr qilayotman, ular uxlayotdi. Demak, saptikilar uxlayotdi-da. Shundoq uxlayotdi shayxim. Sen zikr qilayotding. Ular uxlayotgan edi. Shundoqmi? Shundoq. Kela o'g'lim, kela. Berib uxlayotganlarni uyg'otayli.
Men bularni tushimda ko'rgan edim, shayxim. Bularning hammasi tush edi. Tushida tush ko'gili bo'ladi. Olamning ichida olam bor. Darvishning yo'li oshiqning yo'li. Bu yo'l uzun, bu yo'l mushaqqatlik. Musa Xizr alayhissalom bilan Muhammad alayhissalom Jibril alayhissalom bilan chiqdi bu yo'lga. Bu yo'l uzun yo'ldir. Qo'rqinchliq o'tganlari bordir. Qildin inchga, qilishdan itdik. Hamroying Xizr bo'lmasa, yo'ldishing Jibril bo'lmasa, u vaqt komil murshid tutmoq lozim bo'ladi. Nafsini tark etmek kerak. Zikr va tafakkur kerak. Chanqigan holda ko'p ajr emgak qilmoq kerak. Buni esingda ching tutib, bu yo'lga atlan. Sofining sirasi va mirajidir. Taliblarning chiqqan yo'li, seyri sülük hali Allah'tan keldik. Onunğa qaytimiz. Yolning başlanışımı onundan. Qaytışımı Allah'a, ilahi hüküm boyunca. Ötmüşni ve kelgüsünü birleştirgen, bir noktaga keltirip toplagan seferdir. Bularni sana devatımen. Bular bir sır. Sana bu sırlarni yeshib berdim. Qat'iy sirimizni muhabbati yo'qligi deguchi bo'lma. Bu safar dünya hayotida tamomlanadi. Elmisaqdan tortib bugungacha. Elmisaq bo'lsa bizning haqiqiy yurtimiz. Endi bugunimiz bo'lsa haqiqiy yurtimiz bo'lgan Elmisaqqa qarab mangan yo'limiz. Hergiz unutib qolma. Bir qadammo esingdan chiqarib qo'yma. Sana sirlarimizni bayon qilib beryapmiz. Muhabbati yo'q kishi chorpoyga o'xshaydi. Chorpoyga nasihat qilib bo'lmaydi. Uxlayotganlarni uyg'otib ko'rayli. Zikrimizni davomlashtiraylik. Allah'ning ismi sübti olgan, ismi Celle Celalini topshiriq beray. Tezlaringni yaqinlashtirgan. Beshingni ko'tar. Ikki qashingning orasini ko'ray. Allah 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 Uxlag'anlar uyg'ondi.
Ondaqda sen berip zikrini, vazifeni keçiktirmegen. Zikir insanның nefsini yamanlıqlardan tosudu. Güzel isimleri Allah'ın celalıdır. Zikrin Allah'tır. Bunundan keyin senin tilanga Allah zikrisi vaciptir. Allah'ın güzel isimlerini tilingdan tushirmasan, Allah'ın celalini davat qilgan bo'lasan. Ko'tirish to'limi tez. Bu yerda vaqt isrof qilma. Ishingni kayniga surmagan. Zikringni ham shundoq. İsmul Celaliddin öt, andın arq saptikilarni uyg'otayli. Texe yo'limiz ko'p. Yo'l uzun. İşimiz jiq. Vaqtimiz qis.